Mana bu poyezd yo'llari haqida, mana poyezdlar haqida gapirmoqchiman. Kozim juda ham qulay bo'ldi. O'zi poyezdni borligi qulay bo'ldi. Afrosiyab, tezlik. Lekin kunduzi qo'yilgani undan yaxshi bo'ldi. Nima deydi? Shuni yana ham ko'paysa, yana ham yaxshi bo'ladi. Servislar zo'r. Ovqatlaringni beradi, ovqatdan tashqari oladigan bufetlaring bor. Aylanishing mumkin, restorani bor, juda go'zal. Ham chet elliklar uchun, ham o'zimiz vatandoshlar uchun juda ham zo'r ish bo'ldi. Chunki biz vatandoshlarga ham tez chiqmaydi bunaqa poyezdlar. Ko'payaversin iloyim. Men o'ylayman, kechqurun reyslar ham qo'yiladi, xudo xolasa kechqurun 10 da ham qaytiladigan qilib bitta qo'yib bersanglar, oshlar bilan yaxshi bo'ladi. Zo'r, ko'z tegmasin, yurtimizga ham, borimizga ham barakat. Poyezdlar ko'payaversin, samolyotlar ko'payaversin. Servislar bardavom bo'lsin. Servislar zo'r.